Bu video sal to'laroq abilarimiz uchun. Abilarim, bu stildagi lookimiz sizni aniq ozg'in ko'rsatadi. Sababini birma-bir ko'rsatib beraman. Abilarim, bu stilimiz sovuq havoga mo'ljallangan. Kurtkamiz sal uzunroq tanlangan. Sababi esa qorinni va bo'ksani berkitib turadi. Sviterga kelsak, polo vodolazka bo'yinni issiq ushlab turadi. Tegi esa manjetda, sababi qorinni bekitib turadi. Abilarim, shimimizga kelsak, velvet matosidan tikilgan, jinsi ko'rinishda bo'lib, juda materiali yumshoq va issiq. Kiyganda harakatni cheklamaydi. Abilarim, oyoq kiyimga kelsak, tabiiy kiyik terisidan, Italiya modeli va padoshidan foydalanilgan. Tabiiyki, to'laroq insonlarni ko'pchiliklarida oyoqlari podyumli bo'ladi. Ayni bu oyoq kiyim ular uchun. Sababi bu oyoq kiyim 140-150 kilo vес ham ko'tara oladi. Harakatni umuman cheklamaydi va qulay. Abilarim, to'mli rang tanlaganimizning sababi to'la insonni to'mli ranglar ozg'inroq ko'rsatadi. 110-120 kiloli abilarim, Gentilizaga kelsangiz, ustingizda ideal ko'rinishdagi lookni 100% tayinlab beraman.